Xo'p, bu darsligimiz 3-qismi. 3-qismida biz nimani ko'ramiz? Ikkinchi darsligimizda biz o'zimizning saytimizga ko'rganinglardek, tak, birinchi qismiga, kirish qismiga va mana bu knopkalarimizni bosgan insonlarga bu va eng tagidagi turgan knopkamizni bosgan insonlarga event sanab berishini qo'ydik. Lead emas. Bizda hozir 3-darslik eng asosiy dars. O'shanga diqqat e'tibor bilan ko'rishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Xo'p, endi biz lead qoldirganlarni o'zimizga chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni biz Facebook pikselimizga yetishimiz kerakki, что mana saytimga tushib, lead qoldirganlarni menga sanab ber degan ma'lumotni berishimiz kerak. Xo'p, uning uchun qanaqa holat bo'ladi? Qaranglar. Saytda asosiy ikki xil sahifa bo'lishi mumkin. Birinchisi mana shu saytda полностью ko'rinishi va ikkinchisi thank you page. Ya'ni thank you page degani rahmatnoma sahifasi deyiladi o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak. Ya'ni misol uchun men kiraman saytga. Hop, ismimni yozaman, test deyman. Raqamni qoldiraman, prinsipi nechidir. Toshkentdan deyman. Hop, yuborishni bosaman. Hop. Yuborishni bosganimdan keyin men shu sahifaga kelib tushdim. Bu sahifaga boyagi formani to'ldirmasdan turib tushib bo'lmaydi. Kimdadir agar mana shu link bo'lmasa, kimdadir tushib bo'lmaydi. Shu sababli ham bu narsa qilinishi kerak. Ya'ni aniq sizda qancha lead tushayotganini iloji boricha to'g'riroq sizga piksel sanab berishi uchun. Bir xil saytlarda mana shu page yo'q bo'ladi. Sanash qiyinroq bo'ladi, noaniqliklar ko'payib ketgan holatlar bo'ladi. Men iloji boricha o'zim ishlayotgan proyektlarimda mana shunaqangi thank you pagelari bor bo'lgan saytini qildirtirishga, agar yo'q bo'lsa, o'zim edit berib, mana shunaqa narsa qilinglar degan narsani berishga harakat qilaman. Sababi bu yoqqa tushishi imkoni yo'q. Mana bu link bo'lmasa agar kimdadir. Xo'p, endi men mana shu pagega, ya'ni bu alohida pagega, mana shu pagega event joylashtirishim kerak. Bu yerda event yo'q hali. Xo'p, uning uchun buni linkini olaman men. Va o'zim event menejerimga o'taman. Obzor bo'limiga o'taman. Hop, bitta obnovleni berib yuboraman. Hop, obnovleni berganimdan keyin, tak, upravlение integratsiyasiga kirib turib, bizda mana page'imiz bor, pikselimiz bor, uzr. Hop, открыть instrument событий qilaman. Открыть. Va bu yoqqa boyiga skopировать qilgan thank you page'imni linkini qo'yishim kerak bo'ladi. Qo'yaman. Hop, открыть sayt qilaman. Hop. Mana bizda hozirgi thank you page'imizga kelib tushdi. Endi men bu yoqqa ikki xil yo'l bilan qo'yishim mumkin. Birinchisi knopka, tak. Hop, bizda mana bu knopkani menimcha men tepada hisoblab o'ryapti. Men bu kattaroq bo'lgani hisobiga. Tushunishim bo'yicha bu knopkani aniq qo'ydi. Hop, bizga hozir bu knopka emas, bizga mana shu sahifaga tushganlarni sanab berish kerak lead deb turib. Uning uchun men bu yerda URL tanlayman va mana shu URL to'g'ri turibdimi bir-biri bilan tekshiraman. Prinsipi to'g'ri turibdi. Hop, endi bu yoqqa o'zimni sabit ham qo'yishim kerak. Endi mana shu yoqqa men lead deb turib, o'zimni eventimni joylashtirsam bo'ladi. Ya'ni mana shu sahifaga tushganlarni lead deb sanab ber, menga Facebook desam bo'ladi pikselimga. Hop, tanlayman. Endi qaranglar. Bu yoqda misol uchun sizga lead deb kelib tushganlar hali sizga pul to'lamayapti. Shu sababli bu yerda ham biz значение bermaymiz bunga. Bizda agar avtoto'lov bo'ladigan bo'lsa, avtoto'lov qilgandan keyin aytaylik o'zini to'lovini, skrinshotini joylaydigan bo'lsa-da va o'shandan keyin to'lov qildim knopkasini bosib turib mana shunaqa pejga kelib tushadigan bo'lsa, o'shanda biz bersak bo'ladi. U to'lov sizga qanaqa hisoblab berishi, to'lov qilish uchun qanaqa sayt bo'lishi kerakligi bo'yicha ham xudo xolisa gaplashamiz. Xo'p, men bu yoqda ne выключать tanlab qo'yaman. USD hech narsalarga tegmayman bu yerdan. Подтвердить bosaman. Подтвердить bosganimdan keyin esinglarda shundoq X qilib chiqib ketishim kerak emas bu yerdan. O'zimni to'liq eventim joylashgan bo'lishi uchun завершить настройканы bosib, mana event leading joyladi deyapti bu yerda. Okey, da пропустить, отправить qilsam bo'ladi. Xo'p, joylashdi. Endi готовani bosaman. Xo'p, bu yoqdan bitta obnovleni beraveraman. Endi test qilib ko'rishim kerak. Haqiqatan joylashdimi yoki yo'qmi? Tak. Xo'p. Testировать событияga kiraman. Hop, ikkinchisiga kiraman bu yerdan va bu joyga hozirgi URL ni joylashtiraman. Открыть sayt qilaman. Hop, prinsipi piksel o'qiyapti bu yerda. Pikselimiz ishlayapti. Okey, bu yoqqa tushgandan keyin ozgina aktivnost qilishim kerak bo'ladi. Qimillab yoq qilib. Hop.
okey, tak tushdik. Bitta obnovlение beramiz. Va mana bu yerda tak cho'ta. Hop. Xo'p, bizga mana bu yerda sanab berish kerak bo'lardi. Pixel bilan ishlayotganda bug bo'lishi, ya'ni bug deganda Facebook o'zini xatoligi bo'lishi bu odatiy holat. Bu narsaga e'tibor qilib ishlamayapti deb yana boshqatdan uzib qo'yib unaqa narsalar qilishingiz shart emas. Чтобы sizlarning pikselingiz o'rnadi yoki yo'q, mana bu yerda MetaPixel Helper sizga aniqlab beradi bu narsani. Yoki obzorga kirganingizda mana bu yerdagi sizni ulangan ulanmagan integratsiyangizni aniqlab beradi. Mana hozir bizning integratsiya tayyor turibdi. Чтобы mana shu narsa turibdimi? Demak, ulangan sizning pikselingiz to'liq normal holatda. Mana bu yerda mana yashil holat chiqib turishi kerak bo'ladi, aktivni bo'lib. Mana shu holatda bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdan chiqmayotgan bo'lsa, men qaytadan urinib ko'raman yana. Tak, mana bu yerda pejlarni yopib boraman-da hammasini. Xo'p, kerak emas. Bitta obnovlение beraman yana. Tak. Xo'p. Demak, chiqaman. Balki bu kamp turgan bog'liq bo'lishi mumkin. Darslarni ko'pincha Windows yozaman, lekin MacBookdan kirgan holatimda bunaqa ishlab bo'lmas edi. Bu kompyuterga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Kompyuteringlarni versiyasiga, kompyuteringlarni Facebook bilan ishlashiga, ba'zi narsalarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, qaytadan urinib ko'ramiz. Xo'p, kiraman. Hop, bu yoqqa link qo'yaman va открыть sayt qilaman. Xo'p, ozgina bizda internet bilan muammo bo'lmoqda, tushunishim bo'yicha. Prinsipi ochish kerak menga hozir. Asta sekinlik bilan bo'lsa ham ochmoqda. Hop, pikselim o'rnaganini ko'rsatmoqda menga MetaPixel Helper, lekin bu yoqda tak warning found your pixel. Hop, ozgina juda uzoq o'ylandi. Qaytadan. Bizda internet bormi? Hoppa. Hop, thank you page'imizga tushdi. Hop, tak, okey. Hop, вот mana bizda endi o'qidi. Mana endi holatda o'qidi. Mana lead event ham bizda sodir bo'ldi bu holatda. Hop, endi bu yoqqa o'tib ko'raman. Cho'ta bu yoqda ko'rinmayapti. Mana bu yerda mana bizda ko'rsatyapti, чтобы lead eventi va page view eventi sizda o'qilyapti deb. Mana shu holatda o'sha tushunsanglar bo'ladi. Mana shu yoqqa tushganlarni sizlarga lead deb hisoblab beradi. Bu yoqqa tushish uchun odam formani to'ldirish kerak bo'ladi. Xo'p, bu darsimiz lead eventini o'rnatish bo'yicha bo'ldi. Keyingi darsimiz xudo xolisa mana endi o'rnatilgan piksellarimiz asosida reklamani yoqaman men bugun xudo xolisa va yoqilgan reklamalarni analiz qilib metrikalarni joylashtirish bo'ladi. Ya'ni saytga biz reklama yoqqanimizdan keyin u doimiy metrikalar bilan ishlash bo'lmaydi. O'zini maxsus metrikalari bor. O'sha metrikalarni qanaqa qilib o'rnatishimiz kerak, ularni normasi qanaqa bo'lishi kerak va ularni yaxshilash bo'yicha biz qanaqa ishlarni amalga oshirsak bo'ladi. Nisbatan kattaroq dars bo'ladi. Xo'p. U darsni xudo xolisa chiqaraman. Mana bu darslar bo'yicha o'zingizlarning fikringizni qoldirsanglar, izohlarda aktivroq bo'lsanglar va kanal rivoji uchun hissa qo'shsanglar, xudo xolisa men juda ham xursand bo'laman bu narsadan. Hammaga rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa men xursandman. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat kattakon.